Farhod M12 taqdim etadi. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun yana men sizlarni o'zimni shaxsiy kolleksiyamdan bo'lgan o'zbekcha va o'rta osiyo vinil plastinkani tanishib o'tirishda davom etamiz. Videoga like bosishni so'rab qolaman va kommentariyada kimda qanaqa vinil plastinkalar bor yoki bo'lgan yoki kerak shular haqida ham yozib qoldirishini so'rab qolaman va shunaqa narsaga qiziqadigan yoki kerak bo'lgan odamga shu videoni jo'natib qo'yishidan so'rab qolaman. Demak, boshladik. Mana birinchi bu Toshbolta oshiq spektakl plastinkasida chiqarilgan ikkita nusxada Alisher Navoiy uyg'un spektakl ekan, bu ham ikkita plastinka ekan ichida. Bu o'tgan safar ham aytib o'tdim, Komiljon ota Niyozov 3 talik plastinkasi yangi holatda. Mana ko'rsatib ketaman, kitob qo'shgan holatda chiqarilgan. Bu Yunus Rajabiy Shosh maqom asoschisi 2 talik plastinka yangi holatda. Bu marhamat talantlari birinchi soni Shermat Fayzullayev va Marg'uba Sobirova ekan. Kelasini qo'shiqlarim bu marhamat talantlari ikkinchi Sulton Podshoda va O'lmas Saidjonov ekan. Bu ham yangi holatda. Bu marhamat talantlari 12 ekan. Shuhrat Hoshimov va Nozimjon Alimov yangi holatdagi plastinkalar korobkadan ko'rasizlar. Ochib ko'rsataman shaxsiy kolleksiyamdan. Sulton Podshoyeva Dayva kuylay debdi. Demak, bu ham marhamat talantlari bo'lsa kerak. Hozir. Shermat aka, Shermat Faydullayevlar. Demak, shundan ekan bu plastinka ham. Boyaga. Yo, bu emas ekan, marhamat talantlari 2dagi desam yo'q, bu o'z shunaqa chiqarilgan plastinkasi ekan. G'ulomjon Yoqubov Zilola nomli plastinkasi yangi holatda. Buni aytdim o'tgan safar ham shekilli 87-yil chiqarilgan ekan. Keksa san'at ustalari lirik terma ekan. Bu kim ekan? Murodjon Ahmedov. Xo'sh, bu Otajon Xudoyshukurov. Xo'rozbek o'zbek xalq qo'shiqlari terma. Ava Berta Davidova ekan. Ferdi Tayfur turkcha qo'shiqlar, turk san'atkori. 81-yil chiqqan turkcha qo'shiqlar. Nilufar 2 tadan ekanman yangi holatda. Yana qo'shimcha qilib ketmoqchi edim. Gipki plastinkalar bo'yicha ham noyob plastinkalar bilan gipki hisoblanadi. Anaqa mehmonlar sevgi qo'shig'i. Jonim vatan jonona kelib tur. Mutos Mukasan gipki noyob plastinkasi. Hayot Johnny Nash noyob gipki plastinka kichkina. Kandalova Sadulin plus Eagles. Yo'q. Rozarimbayeva gipki plastinkasi kichkina. Muzika kinofilmi rozыгрыш. Bu Nargiza Zakirova Ostrovskiy gipki plastinkasi noyobroq. O'zi Nargiza Zakirova faqat shu gipki plastinkada chiqargan ekan shekilli kichkina. Gaya ansambli ozarbayjonskiy va plus голос рабочих lirik degan gipki plastinka Gaya ham noyobroq. Bundan Nagima Eskaliva, Kristina Kijovska plus Alban Ramilova ham noyobroq gipki plastinka kichkina. Nagima Eskaliva lekin medal ansambli ham bo'lgan. Asker Mahmudov plus Leonard Gonzalez. Noyobroq. Gunesh noyobdan noyob gipki plastinkasi. Gunesh plus Gurchenko. Gunesh ko'pincha esida bo'lsa gipki plastinkasi boshqa naqa bilan bo'lardi, bitta undan boshqa Abba edi tasda. Ana Abba yalla bu bor edi.
Farhod M12. Qanaqa bilan islomiyatdan. Bu Pepsi Mongolia plus Safira Tarmangolcha kamdan kam chiqadi. Mongolia qo'shiqlari ham noyoqroq ipki plastinka. Buni ham qo'shimcha qilib ketik, ha. Suzy Quattro va Nikolay Gnatyuk. Европа ансамбль Алла Пугачева. Ипки пластинка, музыка экрана Modern Talking, ипки пластинка. Так, Мираж ансамбль новые имена. Грег Бонам va Barkar ансамбль. Ипки пластинка va Майкл Джексон. Ипки пластинкасы. Uz Labirint gruppasi ekan. Noyoqroq plastinka shularni aytib o'tay deganidan. Davom etamiz. Mana yana korobkalarda. Keyin korobkani ochishda o'zbekcha plastinkalar korobkasi yangi plastinkalarimiz yana. Tak, hozir buni keyin aytaman. Nasiba bilan buni aytgandim. Yangi plastinka. Munojot Yo'lchiyeva. Yangi holatdagi plastinkasi Edil Barajononim nomlangan 82-yil yozib chiqarilgan ekan. Yangi holatda. Botir Zokirov plastinkasi ham yangi holatda. Ham Botir Zokirov. Vinyl plastinkasi 89-yil chiqqan ekan. Yallan bitta yangi holatdagi plastinka muzikani chaqina. Ritsovazlumni 3 kolodsa. Yangi holatdagi plastinkalar. O'zbek xalq qo'shiqlari. Lirik qo'shiqlar. Toshtemir Tohirov kuylaydi o'zbek xalq qo'shiqlari ekan. G'ulomjon Yoqub Majnun Tog' plastinkasi oltin disk olgan. Shu plastinkasi uchun yangi sesiyada Hoji Akbar Hamidov kuylaydi. Yangi holatda. Sholim va Shokbar Shojaliklar Qaro ko'zim ham ideal holatda 82-yil ishlab chiqarilgan ekan. Bu Berta Davidova shunaqa. Konvertda Ma'murjon Uzoq o'tgan safar ham bor edi, bu ham yangi holatda. Kamoliddin Rahimov ideal holatda hamma plastinkasi Kamoliddin Rahimov. Nargis nomli albomni yillarni yaxshimagan ham Intizor nomli albomni ham Kamoliddin Rahimov kuylaydi. Bomurod Hamdamov kuylaydi. Mashhur qo'shiq bor edi. Bomurod Hamdamov. Hozirga boyagi plastinkani ham ko'rsatib o'tay kim ekanligini. Gulshoda Otaboyeva kuylaydi. Uyg'ur xalq qo'shiqlari uyg'urcha ekan bu. Ochib ko'rsatadiganim. Xullas bugun bizda shular. Yana bir bor aytib o'taman. Ushbu videoni shunaqa narsaga qiziqadigan yoki bor yoki kerak bo'lgan insonlarga jo'natib qo'yamiz va izohlarda, kommentariyada kimda qanaqa vinyl plastinkalar bor yoki bo'lgan yoki kerak shular haqida izohlarda, kommentariyada yozib qoldiringlar. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar. Keyingi video obzorlarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.